Oxirgi narxni ko'ramiz. 2 dollari 25 sent ekan. 1 gallon uchun. Hozir sizlarga hisoblab beraman. Gallonda 6,909 gallon benzin quyamiz. Har bir gallon uchun 225 dollar. Umumiy miqdorimiz 15,61 sent bo'ldi. 1 litr benzin qanchaga to'g'ri kelishini hozir hisoblab chiqamiz. 1 gallon 378 litr atrofida bo'ladi. 26 litr 110 gram, 116 gram atrofida benzin quyamiz. 15 dollari 61 sent bo'ldi. Bo'lamiz 26 litri 116 gram. Litrga qancha miqdorda dollar sarflaganimiz kelib chiqadi. 59 sent qanchadir bo'libdi. Endi buni bugungi kursga ko'paytiramiz. Menimcha kurs 12.300 atrofida bo'lsa kerak. Demak, 1 litr benzin uchun 7.352 so'm to'g'ri atrofida kelar ekan.